3150. 3300. Namangan shahar 3300 verdilar. 3300. Bizlar Farg'onadan adashmasam 2000 ga bormagan edi. Chiqadi. Plastikda chiqadi. O'zimni kartam beryapman. 3,5 ming. 3600. Namangan kuchli ekan. Bizda hozir yo'lga kelayotganda bitta gap aytdim. O'z sherigini yetib kelyapti. O'zbekistonda eng ko'p boylar Namanganda. Mana bugun yana bir marta amin bo'ldi. To'g'rimi? Davlat! Gapir ekan. Norin tumanida shuncha pul bor ekan. Shaharlarda qo'yilmasdan. So'rovkamizga tabriklaymiz okamiz. To'g'riga sotildi mana shu narsamiz. Endi hamma joyga suv olsa, bitta ko'ramiz. Hammaga qiziq bo'lsa kerak. Chiqsin ayol bo'lmaysiz. Agar o'zing boshqacha bo'lsa chiqsin ham bo'lmaysiz. Akalar o'tiramiz akalar. Nechta so'm gap yo'q. Norin tumani 4000 bo'ldi. Qani 4000 dollar. Aka bitta ko'rsatib keling chiqing. Norin aka oldilarmi? Soldingizmi? Ha, Norin darrov bitdi. Aka. Pulni ko'rsatasiz. Mingdan kartada bor. Boshdan kaltini beriladi, olib beriladi. Hisobga o'tkazamizmi? Boshdan karantini beraman doktor. Hisobga o'tkazamizmi? O'tkazamizmi? Yo'q. Sizlar rozi bo'ldinglar? Bo'ldi, chiqar aka. Bu akamiz bitta so'zli insonlar. Hojiga yo'lotdilar. Ha, chep yo'lotdi. Yo'q ekan, naqd ekan. Naqd. Naqd. Zafar kerakmi? Keling. Yo'q, naqd pul deyapti. Foydasi naqd lekin. Zafar aka naqd ishlaydigan klient lekin. Beraman deyapti aka.